Bugun sizlar bilan teksturasiga qarab to'g'ri tonalka tanlashni o'rganamiz. Ketrisi shu tonalkasi teksturasi juda ham yengil bo'ladi. Agar kamroq suradigan bo'lsangiz yuzingizda matviy bo'ladi, ko'proq suradigan bo'lsangiz yuzingizda glyansiy effekt qoldiradi. Kombo yog'li yuzlarga yaxshi tushadi. L'Oreal'da shu ikki xil tonalkasi qizil krishkali kombo yog'li yuzlarga yaxshi tushadi. Teksturasi juda ham yengil, pakritasi ham o'rtacha bo'ladi. Seriya qopqonligi pakritasi unaqa zo'r bo'lmaydi, teksturasi yengil bo'ladi, quruq yuzlarga yaxshi tushadi va yuzingizga glyansiy naturalniy effekt beradi. Keyingisi Influence tonalkasi, buni ham ikki xil varianti bo'ladi. Mate deb yozilgan matviy effekt beradi. Teksturasi juda ham yengil, kombo yog'li yuzlarga yaxshi tushadi. Yana bitta varianti bor, uni sostavida gialuron bo'lgani hisobiga quruq yuzlarga yaxshi va idealniy tushadi. Keyingisi Amat tonalkasi, teksturasi o'rtacha bo'ladi, pakritasi ham yaxshi, kundalik ishlatishga bu ham yaxshi variant, narxi ham byudjetli chiqadi. Keyingisi Max Philip tonalkasi, teksturasi plotniyroq bo'ladi, kombo yog'li yuzlarga yaxshi tushadi va kun davomida yuzingizda idealniy tur beradi. Qizlar yana qanaqa tonalkalarni teksturasini bilish xohlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.